ham o'qish ham jonga tegdi. Hali ham kitob ham tugatish kerak. Bu kattaligini. Voy, nima bu? Hozir ko'rganlarimiz shunchaki oddiy kadrlar emas. Ular bizning bugungi tinch hayotimiz uchun to'langan eng og'ir badaldir. Biz bugun shunchaki oddiy hayot tashvishlaridan noliymiz. Lekin tinch zamonda yashayapmiz. Tinchlikning o'zi eng oliy ne'mat emasmi? Bugungi osoyishta hayotimiz uchun qanchadan qancha insonlar o'z jonlarini fido qilishgan. Biz esa ularni shunchaki xotirlash va bugungi tinchlikning qadriga yetish bilan ruhlarini shod etishimiz mumkin. Chunki xotira muqaddas, qadr abadiydir.